Pechetleniya unaqa hayron qolganim yo'q eshitmadan, chunki uni bilaman, shunaqa katta gapiradi, ko'p gapiradi. Bu narsaga umuman e'tibor ham bermayman. Bunaqa katta gapirgani bizni qo'rqitib ham qo'ya olmaydi, hech nima qila olmaydi. Faqat endi bo'ldi, gapirilgan gaplar gapirilib bo'ldi. Fazliddin gapirdi, men gapirdim. Bo'ldi, endi faqat chiqib 11-kuni ko'rsatish kerak, o'sha gapirilgan gaplarga javob berish kerak. U gapirilgan gapiga javob bersin, men gapirgan gapimga javob beray. Bo'ldi. Slaviya desam yolg'on bo'ladi, rostdan kuchli, dostoyniy sopernik Karim. Men unaqa behurmatsizlik yo'q yoki lichniy yomonligim yo'q bolaga. Faqat sportniy interes, sport bo'lyapti. Xudo xolasa oldimdagi bitta sopernik deb hisoblayman, har doimgidek. Kim bo'lishidan, agar Fazliddindan boshqasi bo'lganda ham xuddi shunaqa tasavvur qilardim-da, xuddi shunaqa tayyorlanib turib, g'alabani qo'lga kiritishga harakat qilaman. Bo'ldi. U men karyeramda eng kuchligi yo kuchsizi deb o'ylaganim yo'qman. Bundan kuchli bolalarni ham balki yutgandirman. Bundan kuchsizlarni ham yutgandirman. Lekin men buni kuchli deb bilmayman, kuchsiz ham deb bilmayman. Yaxshi sopernik, dostoyniy sopernik.